alaykum. Telegram qarshisiga yaxshilab joylashib oling. 18-oktyabr Samarqand shahar kuni. Bugun Samarqandda aynan mana shu kunga to'g'ri kelgan katta futbol uchrashuvi. Voha derbisi Dinamo va Buxoro uchrashuvini birgalikda kuzatib boramiz. Tanga tashlandi. Ravshan Abduvohidov tangani otib berdi. Qayd etgan Dinamo tarkibi 4-3-3 taktik sxema bizga namoyish etilyapti. Buxoro 3-4-3 taktik sxemada o'ynaydi. Bu Xamekov tuzgan afisha ham kichik emas. O'zbekiston Kubogi finalchisi bilan chempionlik poygasida jamoalarni anchagina stadion sho'r bo'lib jamoalarni kuylayapti. Birga bir vaziyat. Dinamoda imkoniyat. Zarba yo'llandi. Hoji Mirzayev yana bir marta to'p esa va men Dinamo ishtirokidagi uchrashuvlar shartida har doim aytaman, xuddi milliy terma jamoa o'ynagandek muhit bo'ladi Samarqandda. Firdavsga yetkazdi. Firdavs mana bu yerda ichkariga Sanjardan zarba moch to'pni qaytardi. Mana bu vaziyatda esa Dinamo vakillari zarba yo'llandi, noaniq ketdi. Boshlandi. Biz esa Pereiraning zarbasini ko'ryapmiz. Chap oyog'ida tepdi. Bunda ligamizda bosh bilan eng yaxshi o'ynaydigan hujumchilar toifasiga kiradi. Mochi to'pni havoga ko'tardi. Va hozir uchrashuv hakami o'yinni davom ettirish kerakligini ko'rsatyapti va gol! Hisob ochildi. Buxoro qiyin vaziyatdan gol urib ketdi. Tomat Abatadze raqib darvozasini ishg'ol etyapti do'stlar. Buxorodan kelgan muxlislarning xursandchiligini ko'ryapmiz. Mana do'stlar, hammasi joyida. Ko'ring golni, ko'ring va qanday juma penalti qo'yib bermayapti-yu, masalan, Adassa qaysi tomonga bir sirtdan tushirish kerak deb o'yladi. Hakam hozir Sorbo Pushka markazda to'pni kutib oldi. Endi Dinamo vakillari oldinga qarab borayotganda to'pni boy berdi. Buxoroning hujumini ko'ramiz. Jarima maydonchasiga kirib kelyapti. Mana bunday harakatlar davom etadi. Zarba sal qoldi. Mana bu o'yinda pulashmachoq bo'lsa kerak. Ustak Buxoro birinchi taymni g'alaba bilan yakunlayapti. Ko'pchilik kutgan natijadan boshqacha hisob. Mana bu 0-1. Buxoro yaxshi taym o'tkazdi. Ikkinchi bo'limni Dinamo vakillari boshlab beradi. Yaxshi taym ko'rdik. To'p nazorati bo'yicha ustunlik maydon egalarida bo'ldi. Mehmonlar esa uchrashuv davomida o'z vaqtlarini kutib harakat qildi va uzatma mochlar qaytardi. Yaxshi imkoniyat, zarba gol! Nurullar Firdavs Abdurahmonov gol uryapti va hisobni tenglashtirmoqda. Abdurahmonov unumli foydalanib Buxoro darvozasini ishg'ol etyapti. Mana golni ko'ramiz do'stlar. Mana bu yerda jarima maydonchasiga to'p uzatilyapti. Kalakovich qaytardi. Qaytgan to'pni Firdavs egalladi, to'xtatdi, tepdi, joyladi. Buxoro esa uyga qurib qaytmoqchi emas. Shuning uchun qolgan daqiqalar bizga ko'p narsa bersa kerak. Futboldan kutganimiz o'sha chiroyli o'yin bo'ladi va mana bu zarba Serbiyalik futbolchi kesib to'pni hozir Hoji Mirzayevga yetkazdi. Yordamchi harakat bilan kirib borayotganda Kalabar Hoji Mirzayev mana chaldi, bu fol. Unga to'p tashlansa aylanib olib tepadi, ochib berdi va gol! Qanday chiroyli san'at asari yaratib beryapti Marko Stanoyevich va hisobni 2-1 ga yetkazyapti. Dinamo comeback amalga oshiryapti. Samarqandda yong'in boshlanib ketdi do'stlar. 9-likka to'p borib tushdi. Mana darvozabon nigohlari. Anvar Hoji Mirzayev uzatma markazga va gol! Hisob 3-1. Dinamo bu o'yinda katta ehtimol yutdi. Katta ehtimol. Firdavs Abdurahmonov to'pini rasmiylashtirib qo'ymoqda do'stlar. Mana qarang. Hoji Mirzayev yuqoridan ko'tardi. Firdavs harakat qildi, ulgurmasdi. Keyin mana bu yerda Jumaboyev to'pni gavdasi bilan tashlab berdi va gol uryapti Abdurahmonov. Yana gol olib kelishi mumkin. Golni ko'ramiz yana bir marta. Mana. Jumaboyevdan ajoyib assist. O'ziga to'g'rilamoqchi bo'ldi, sherigiga nasib qilgan ekan. Markoning goli ijrosi baribir standartda juda chiroyli. Firdavsning gollari
vaqtida paydo bo'lish, o'sha boyagi birinchi golda ham vaqtida paydo bo'lib qaytgan to'pni darvozaga yo'llagandi. Qanotga to'p boshirilyapti. Hoji Mirzayev ham bugun gol uradimi, yo'qmi? U kirib boryapti, aldadi, gol urdi. Anvar Hoji Mirzayev mana shu tarzda golni nishonlashga qaror qildi. Mana sheriklari ham juda yaqin mas'ulga. Ofsayd yo'q, bordi, aldadi, yana aldadi xalqi. Va qarang, darvozabonni yo'lni oshirayotgan. Shahboz qanotga ancha dadil o'ynadi, qimoshlardan to'pni o'tkazib Feriga tashlab berdi, kirib boryapti jarima maydonchasiga, uzatma. Va Buxoroda hisobni qisqartirish imkoniyat bor, zarba yo'llandi, Kucherikoga tegib maydon tashqarisiga chiqib ketyapti. Outdan to'pni tashlab. Mana endi hushtakcha. Do'stlar, hushtakchalik Rashan Buxoroda o'yini yakunlab berdi. Dinamo Samarqand Buxoroga qarshi uchrashuvda tur